Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzu matrisalar, matrisalar ustida amallar. Demak, matrisa nima o'zi? Matrisa ml o'lchovli to'rtburchak shakldagi jadvalga aytiladi. Shu matrisalar ustida amallarga keladigan bo'lsak, matrisalar ustida matrisaga qo'shish, ayirish, matrisani sonini ko'paytirish va matrisalar ko'paytmasi amallari mavjud. Demak, quyidagi misollarni qarab chiqamiz. Demak, matritslar berilgan bizga 2a plus 3b chiziqli kombinatsiyasini toping deyapti. Bu yerda demak A matritsamiz elementlari bilan berilgan. Demak, elementlar 1, 2, 3, 0, 1, -1. B matritsamiz ham -2, 0, -2, 3, 0, 2, 1, 1 elementlari bilan berilgan. Yechish demak 2a plus 3b matrisasini topishimiz kerak. Demak 2a matrisasi demak 2a matrisasini elementlari plus 3 va b matrisasi. Demak bu yerda a matrisasini 2 ga ko'paytiramiz va b matrisasini 3 ga ko'paytiramiz. Keyin ikkalasini yig'indisini topamiz. Xo'sh, demak a matrisasini ko'paytirsak demak matrisa ikkimiz ya'ni lambda bilan o'zgarmasdan ko'rinishda kelyapti. Demak, lambda a topilishi kerak bo'lgan paytda nima qilar edik? Demak, o'sha oldidagi lambda o'zgarmasdan a matrisasini har bir elementiga mos ravishda ko'paytirib chiqarilar edi. Xuddi shunday 2 ni ko'paytiramiz. 1 ga 2, 2 ga ko'paytirsak 4, 2 3 esa 6, 2 0 esa 0, 1 ga ko'paysa 2, -1 ga ko'paysa -2 qo'shilgan 3 ni ham ko'paytirib chiqamiz mos ravishda. Demak, 3 ni ko'paytirsak -2 ga -6, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 3 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 3. Demak, hosil bo'lgan matrisalar yig'indisini qo'shamiz. Ya'ni matrisaga qo'shish. Mos elementlari mos ravishda qo'shiladi. Demak, -2 ga qo'shamiz. 2 ga qo'shamiz -6 ni. Demak, aslida qo'shib 6 sharasi -6 uchun -6 bo'lyapti. 4 ga qo'shamiz 9 ni, 6 ga qo'shamiz 0 ni, 0 ga qo'shamiz 6 ni, 2 ga qo'shamiz 3 ni va -2 ga qo'shamiz 3 ni. Demak, bunday hisob kitoblarni qilsak -4, 13, 6, 6, 5 va 1. Shu elementlardan tashkil topgan yangi matrisamiz hosil bo'ladi. Demak, mana bu yerda berilgan misollarni o'quvchini o'ziga mustaqil tarzda bajarishga havola etamiz. Bu misollar ham xuddi o'shanday misollar. Mana bu yerda esa endi ikkita matrisamiz boshqa yangi bitta misolga qaraymiz. Demak, A matrisamiz va B matrisamiz elementlari bilan berilgan bo'lsin. Demak, bu matrisalarni berilgan bo'lsa, A ko'paygan B va B ko'paygan A matrisa ko'paytmasini topish. Agar mumkin bo'lsa, ya'ni bular ko'paytmasi mumkin bo'lsa yechish. Demak, A ko'paygan B'ni topib olamiz birinchi. Demak, A matrisani elementlarini yozamiz va B matrisani ham elementlarini yozamiz. Demak, A matrisani elementlarida birinchi satrdagi barcha elementlar mos ravishda, xo'sh, ya'ni ikkinchi matrisa mana bu B matrisamiz birinchi elementlariga ko'paytirib chiqib yig'indisi hisoblanadi. Shu jarayon demak ikkinchi ustunlarda ketadi va uchinchi ustunda ham ko'paytirib chiqib ketamiz. Xo'sh, demak ko'paytirib qilish tushunarli hammaga. 1 ni ko'paytirsak 3 ga 3, demak 2 ni ko'paytirsam 6, demak 3 ko'paytirgan 7. Xo'sh, demak xuddi shu jarayonda 1 ni 4 ga ko'paytiraman, 2 ni ko'paytiraman 0 ga, 3 ni ko'paytiraman 1 ga,
Demak, 1 ni ko'paytiraman 5 ga, 2 ni ko'paytiraman -2 ga, shu 3 ni ko'paytiraman 8 ga. Ana endi ikkinchi satr elementlarini ham xuddi shu jarayonda ko'paytirib chiqsam, 1 ni ko'paytiraman 3 ga 3, demak 0 ni ko'paytiraman 6 ga, demak -ni ko'paytiraman 7 ga. Xo'sh, ko'paytirib chiqib, keyin hisob-kitobini qilsam bo'ladi oxirida. Demak, 1 ni ko'paytiraman 4 ga 4, 0 kira 0, demak -1 1. Xo'sh, 1 5, 1 ko'paytiraman 1 ga 5, 1 kira 5. Xo'sh, plyus 2 ko'paygan -2 va -1 ko'paygan 8. Demak, buni hisob-kitobini qilsak, mana bu 3, demak 12, ikkalasi 21 bo'ladi. Uzr, 15 bo'ladi. Bu 21 va qo'shsak 36. Mana bu yerda hisob-kitoblarimizdan 7 kelib chiqishi ko'rinib turibdi. Xuddi shu jarayonda mana bu yerdagi hisob-kitoblarni ham qilsak, demak 25 kelib chiqadi. Va bu yerdan -4 kelib chiqishi ko'rinib turibdi. Bu yerdan esa hisob-kitoblar qilish natijasida 3 va bunisida esa hisoblashlar natijasida -3 hosil bo'ladi. Ya'ni boshqa yangi matrisamiz elementlari hosil bo'ldi. Demak, b ko'paygan a matrisani ko'paytirgan mumkin bo'lsa, demak bu matrisani ko'paytmasi mavjud emas, ya'ni ko'paytirib bo'lmaydi. Sababi b matrisani ustidan soni, demak a matrisani satrlar soniga teng bo'lishi kerak. O'shandagina demak matrisalarni ko'paytirish amali mavjud va matrisalarni ko'paytira olamiz deb ayta olamiz. Xo'sh, demak a ko'paygan b va b ko'paygan matrisalar ko'paytmasini topish bizdan talab etilyapti. Agar ular mavjud bo'lsa, ya'ni mumkin bo'lsa, ularni ko'paytmasini toping demakdir. Demak, mana bu yerdagi misollarni ham o'quvchini o'ziga mustaqil tarzda ko'paytirish amallaridan foydalangan holatda mustaqil topshiriqqa qoldiramiz. Demak, mana bu yerda masalan mana bu misolni ko'rib chiqsak, demak matrisa beriladi. A matrisamiz demak elementlari 1 1, 0 -1, 9-darajasida matrisani toping deyapti. Yechish demak. Xo'sh, bu yerda A matrisa elementlari 1 0 1 1 belgilash kiritib olamizligini A matrisani kiriting deyapti. Demak, A matrisani kvadratini hisoblaymiz. Demak, A matrisani kvadrati 1 1 0 -1, ya'ni A matrisaga ko'paytiramiz. Demak, 1 1 0 1. Xo'sh. Demak, ko'paytirib chiqqandan keyin mana bu hisob-kitoblarimiz qilish natijasida 1 0 0 1, ya'ni diagonali birlik matrisa hosil bo'ladi. Demak, A kvadratimiz birlik matrisa ekan. Xo'sh. Shuning uchun A darajasi 9 A kvadrat, ya'ni kvadrat matrisani 4-chi ko'paytirilgan A matrisa deb yozib olsak bo'ladi ekan. Demak, bu yerdan A mana matrisaning kvadrati 1 ga teng, ya'ni y ga teng. Birlik matrisani biz y bilan belgilaymiz. Y ga teng bo'lishi uchun y darajasi mana birlik matrisani demak 4-chi ham 1 ga teng bo'ladi va mana bu demak bizga dastlab berilgan elementlari 1 1 0 -1 darajasi 9 matrisamiz 1 0 0 -1 matrisaga teng bo'lib qolar ekan. Demak, mana bu yerda berilgan misollarni o'quvchini o'ziga mustaqil yechishga havola etamiz. Bizga endi mana bunaqangi tipdagi misollar berilgan bo'lsa, demak, mana bu ko'p xattimiz bor. Biz bilamiz, f(x) teng -2x² + 5x + 9